Challenge. 14-kun video uzun bo'lganligi uchun ikki qismga ajratdim. Uchinchisi albatta 100% yapon guruchidan tayyorlangan special poralarni kichraytiruvchi maskalar. Maskalar nima qiladi? Poralaringizni kichraytirishga, yuzingizni namlashga va tiniqlashishga yordam beradi. Xuddi chaqaloqlar yuzidek yumshoq qiladi. To'rtinchisi bu yapon SPF'lari. Yapon SPF'larni tarkibi juda yengil, yuzingizga yopishqoqlik hissini bermaydi, komedonlar chaqirmaydi va 100% quyoshdan himoya qiladi. Yuzingizga ton beradigani ham bor, увлажнение qiladigani ham bor, baza sifatida ishlatsangiz ham bo'ladi. Universal. Va beshinchisi, bu bilan makiyajingizni prosta o'chirmaysiz. Yaponiyaga kelib, xuddi sakura gullarini o'rtasida yurgandek o'zingizni his qilasiz. Bu nima qiladi? 90% dan ortiq namlovchi, terini parvarish qiluvchi ingrediyentlardan tashkil topgan makiyajni shunaqangi yumshoq eritadi, hattoki vodostoyki tushlarni ham bir zumda yo'q qiladi. Teri ustida erib, chuqur tozalab, shu zahoti namlab qo'yadi. Ayniqsa quruq va sezgir teri uchun ideal. Xo'sh, bu mahsulotlar ichida qaysi birini ishlatib ko'rgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Like bosish esingizdan chiqmasin, obuna bo'lib qo'ying.